Assalomu bugun fizikadan masalalar yechamiz. Yani Rimkevich masala kitobidan. Xo'p. 47-masala. Velosipedchi dastlabki 5 sekundda 40 metr, keyingi 10 sekundda 100 metr va oxirgi 5 sekundda 20 metr yurgan. Yo'lning har qaysi qismidagi va butun yo'ldagi o'rtacha tezliklarini toping deyapti. Birinchi biz nima ish qilamiz? Berilganlar yozib olamiz. Berilgan. Timiz T1 deb olsak, T1imiz 5 sekund. S1imiz 40 metr. T2imiz 10 sekund. S2imiz 100 metr. T3'ümüz 5 sekund. S3'ümüz 20 metr. Yo'lning har qaysi qismidagi va butun yo'ldagi o'rtacha tezliklarini toping deyapti. Bizda formula bor. V1 barobar S1 taqsim T1 degan. Demak V2 barobar S2 taqsim T2, V3 S3 taqsim T3. Mana endi bu o'rtachani topish formulasi. O'rtacha tezlik S1 S2 plus S3 taqsim T1 plus T2 plus T3. Endi V1'da topadigan bo'lsak, S1'da T1 ga nisbat 8 metr taqsim sekund. V2'miz S2 ni T2 ga nisbat 10 metr taqsim sekund. V3'imiz S3'da T3 ga nisbati 4 metr taqsim sekundga teng. Endi bu o'rtachaga olib qo'yadigan bo'lsak, bu o'rtacha S2 100, S3 20 taqsim T'lar 5 15. Bu o'rtacha teng bo'ladi 160 da 20 ga nisbat 8 metr taqsim sekund. Demak, bizdan so'ragan o'rtacha tezlik 8 metr taqsim sekund ekan. Bu 47-masala. 48-masalaga o'tamiz. Nima deyapti? Avtomobil yo'lning birinchi yarmini V1 10 metr taqsim sekund, ikkinchi yarmini esa V2 15 metr taqsim sekund tezlik bilan o'tdi. Butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlikni toping. O'rtacha tezlik V1 va V2 ning o'rtacha arifmetik qiymatidan kichik ekanligini isbotlaydi. Unda sразу nima qilamiz? Berilganlar yozib olamiz. Berilganlar V1 10 metr taqsim sekund, V2 15 metr taqsim sekund. Mana endi chizadigan bo'lsak, mana bu S. S taqsim 2, bu ham S taqsim 2. Endi bu o'rtacha har bir buni yozyapmiz. Har bir S taqsim 2 da qandaydir mana V1 tezlikda yarim yo'lda, keyingi yarim yo'lda, demak V2 tezlikda bosib o'tyapti. Bu o'rtacha teng S
S butun yo'l davomidagi, T butun vaqtda. Bunda S taqsim 2v1, chunki men bu yo'l S taqsim 2 plus keyingi S taqsim 2v2. Endi mana shuni kichik v1 plus v2 taqsim 2, ya'ni o'rtacha tezlikning o'rta arifmetik qiymatidan kichik ekanligini isbotlang. Tenglikni mana bu tarafi, demak 10 ga 15 ni qo'shib 2 ga bo'lganimiz 25 taqsim 2 bo'ladi. Chap taraf demak S'lar chiqaradigan bo'lsa 1 taqsim 2 v1 ya'ni 20, 1 taqsim 2 v2 30. S'lar qisqarib ketadi. Buni ham yana soddalashtiradigan bo'lsak 600 taqsim mahraj beryapman, 30 50 bo'ladi. Mana shu kichikmi 25 taqsim 2 dan. Ularni qisqartirdan 12 kichik 12 yarimdan. Demak, isbotlandi. Kimga agar fizikada mana shu qiziq bo'ladigan bo'lsa darslar, kommentariy yozib qo'yasizlar. Keyingi darslarda yana davom ettiramiz.